Uzdil HTML dersidagi 13-chi qism HTML bo'lak elementi. Asosiy mazmun birinchi HTMLdagi bo'lak elementi. Ko'p qism HTML elementlari bo'lak darajadagi element yoki ishga bog'lanish elementi bilan ifodalanadi. Bo'lak darajadagi element deganimiz bu inglizcha block level element va ishga bog'lanish element deganimiz inglizcha inline element degan shu ma'noni ifodalaydi. Bo'lak darajadagi element to'r ko'rgich ko'ringanda yig'in qurbi bilan boshlanadi va oxirlashadi. Masalan, table, URL, P, H1 qatorliqlarni bu HTML kodida kelganda shu elementlar ishlatgan o'rinda bevosita holda yig'in qurib tashlab, yig'in qurdi ko'rindi. Anonki HTMLga ishga bog'lanishcha element deganda ishga bog'lanishcha element to'r ko'rgich ko'ringanda ko'pincha yig'in qurdan boshlanmaydi. Masalan, IMG ning orqaga yana bir IMG ni qo'yib, ikki rasmni qo'ysak, ikki rasm o'ng so'l oldi keyin chiqadi. Agar buningga bu P abzas bölükünü qo'yadigan bo'lsak, undaqda bu ikki abzasda bunda ko'rindi. Anadan keyin bu ulanish xat kuchi, TD xat kuchi, P xat kuchi qatorliqlar bu xatni tom ko'sish. Qatorliqlar ishga bog'lanishcha element hisoblanadi. Şimdi HTML'dagi div elementi, HTML'dagi div elementi bo'lak darajalik element bo'lib, u orqali boshqa HTML elementlarni qachon quti yostig'ili bo'ldi. Ya'ni div hozirgi div va CSS qo'shilgan holatdagi bu turbatni uslub yasash deymiz. Asosiy nima deganda, shu div orqali ma'lum bir bo'lakni shu divning ichiga kirgizilib turib, divningki ID qiymatini berib, ID qiymatini CSS bo'lash orqali shuningki bevosita CSS bilan shuningki uslub hujjatini tanlash ish qo'shirildi. Anonki div elementning alohida belgilangan ma'nosi yo'q. Lekin to'r ko'rgichlar bu xat kuchining oldi keyinda avtomatik qurib tashlaydi. Biz uni CSS bilan moslashtirib ishlatib, uslub xarakter belgilash qo'limiz bu hozir deb o'tdik. Div bilan betlayasini belgilash table orqali belgilangan qaraganda ko'p qulaylik. Abda burun table ishlatdik. Tablening hozirmi bir alohidaligi bu table orqali betlayasini belgilaganda qaraganda to'r ko'rgich normal ko'rindi. Lekin buningki betnima bu loyilash kodi div qaraganda kod sonimi jiqib ketadi. Hem loyilash jatmi jiq murakkab bo'lib ketadi. Shunga asosli divni ishlatib turib, buningda bu CSS kodi qatta buning ilg'irlash yappasak bo'ladi. HTMLdagi span elementi. Span elementi bo'lak darajalik element bo'lib, tekst mazmunini qashaygan quti qilib ishlatamiz. Uni o'xshashla CSS bilan moslashtirib, ishlatib tekst qismining uslubini belgilashga bo'ladi. Uning divlar o'xshamaydigan yeri bu span buningki ishga bog'lanish elementi hisobida bu yig'in qurib tashlab etmaydi. Div bo'lsa, har bir div o'z oldiga yig'in qurib tashlab, yangi bet ko'rindi.